Bismillah. Bir kunda ijobat bo'luvchi texnika. Bismillah deb tahorat olib, poklanib oling. Amalga oshirmoqchi bo'lgan tilagingizni niyat qilasiz. So'ng 111 marta ushbu texnikani qilasiz. Malikun, Qodirun, Karimun, Halimun, Sobur deya yakunlaysiz. Bu texnikaga ma'lum bir vaqt ko'rsatilmagan. Xohlagan vaqtingizda muhimi ixlos bilan, Allohga ishonch bilan ushbu texnikani qilasiz. 111 marta hamda o'z ko'zingiz bilan Allohimning mo'jizalariga tan berasiz. Bir kunda bersa xayrli bo'ladi. Bermasa ham xayrli bo'ladi. Chunki Alloh bir kun albatta niyatingizni amalga oshiradi. Sizdan ixlos va harakat bo'lsa bas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.